Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Erkinjon ota bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi otajon? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Yaxshimisiz? Allohga shukr, rahmat. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugun xonadoningizda eng go'zal ayyomlardan birini nishonlayotgan ekansizlar. Qarshi olgan yangi yoshingiz 64 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim tanajoningiz sog' va salomat bo'lsin otajon. Bu muborak kunlarda eng ezgu tilaklarni sizga tilab qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Barcha ezgu tilaklaringizni ijobati qalbingizni quvontirsin ilohim. Ilohim bor bo'ling otajon. Mana shu ajoyib fursatdan foydalanib, oz bo'lsa-da sizni xursand qilaylik, suhbatingizni olaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Loyihamizga sizga atab yozilgan mehrga boy maktublar kelgan ekan. Otajon, nima deb o'ylaysiz? Bu dil izhorlarini aynan kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Qay birlari ko'proq surprizlar qilishga ustalar yaqinlaringizdan? Kim quvontirib turadi hammani? Avvallari ham olganmisiz g'oyibona tabrik xatlari? Ko'proq kim xursand qilib turardi sizni surprizlar bilan? Bugun albatta har bir yaqiningiz sizni mehringizdan, duolaringizdan ko'ch olib, mana shu go'zal kunda o'zlari ham siz uchun atalgan ezgu tilaklarni yo'llashmoqda. Aynan bizning loyihamizni tanlagan mehribonlaringiz esa bu qalbingiz sezganidek barcha farzandlaringiz nomlaridan o'g'illaringiz Jamoliddin va Jasurjon akajonlarimiz ekanlar. Ilohim baxtlariga omon bo'ling otajon. Sizdek otalari bor ekanligidan faxrlanishlarini, sizni yaxshi ko'rishlarini, har bir kunlarida sizning duolaringiz, chiroyli o'gitlaringiz ularga yordamchi bo'lib, yo'lchi yulduz bo'lib kelayotganini aytdilar. Alloh rozi bo'lsin dadajonimizdan. Bizni kamolimizni ko'rib yursinlar. Bizni uchun borlarni berib, tinim bilmay mehnat qildilar. Mana endi rohatlarini ko'rsinlar, dedilar o'g'illaringiz. Rahmat. Ularning, farzandlaringizning go'zal tilaklariga barcha yaqinlaringiz, ahli ayolingiz, halovat ayajonimiz hamda qizlaringiz, nabirajonlaringiz, kelin qizlaringiz, Xurshida opamiz, Umida opamiz, barcha yaqinlaringiz hamroh bo'lib sizni yaxshi ko'rishlarini, hamisha siz uchun duoda ekanliklarini aytib o'tgan ekanlar. Rahmat, ilohim baxtlariga Xudo omad bersin. Ilohim duolaringiz ijobatini ko'rib yuring. Ilohim. Hali bu hammasi emas. Farzandlaringiz, o'g'illaringiz, dadajonim deb qalblari faxrga to'lib tabriknomalarni yozibdilar. O'qib eshittirsak maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Davlatim, duogo'yim, boshimdagi tojim, dadajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Men o'g'il farzand bo'lib, hayotimda eng katta baxt sizdek otamning borligi ekanini har kuni his qilaman. Qanday holatda bo'lmayin, ortimda suyanch bo'lib turgan, jim turib meni asrab kelgan inson o'zingizsiz dadajonim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Qarshi olgan yoshingiz
muborak bo'lsin. Bu yoshga kelib siz ko'rsatgan yo'l, bergan tarbiyangiz va pinhona qilgan mehnatlaringizning qadrini endi butun borlig'im bilan anglamoqdaman. Ilgari bolalik va yoshlik qilib ba'zi talablaringiz, qat'iy qarorlaringiz menga ortiqcha cheklovdek yoki qattiqqo'llikdek tuyulgani uchun o'zimcha e'tiroz qilgan, norozi bo'lgan kunlarim uchun bugun sizdan chin dildan uzr so'rayman. Endi tushunsam, o'sha talabchanlik orqasida meni hayot shamollarida sinib ketmasligimni istagan ulkan bir otalik xavotiri va cheksiz mehringiz yotgan ekan. Dadajonim, ilohim, onajonim bilan qo'sha qarib, farzandlar, shirindan shakar nabiralar ardog'ida doimo hamisha duolar bilan bizni qo'llab omon bo'lib yuring. Yaratgandan sizga tan sihatligini, xonadonimizga qut baraka, qalbingizga xotirjamlik so'rayman. Va bir narsani umid qilaman, dadajon, har gal biz farzandlaringizga qaraganingizda yuzingizda mamnunlik aks etishini va biz tufayli faxrlanishingiz uchun Allohimdan bizga kuch-quvvat berishini so'rab qolamiz. Men sizning ishonchingizni oqlashga, umidingizni albatta amalga oshirishlikka harakat qilaman. Baxtimizga tog'dek suyanchiq bo'lib, uzoq yillar omon bo'ling. O'zingiz bizga bosh bo'lib yuring, dadajonim. Barchasi uchun sizga rahmat, dadajon. Siz dunyodagi eng yaxshi otasiz. Siz dunyodagi eng mehribon insonsiz biz uchun. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, dadajonim. Hech qachon kasal bo'lmang. Siz bizning butun borlig'imizsiz. Har qadamda omadim kelar. Bolam deya qilsalar duo, ular meni ishongan tog'im, dadamga dard bermagin Xudo. Bizni deya tinmagani rost, to'yib, yayrab kulmagani rost. O'tinaman sendan, iltimos, dadamga dard bermagin Xudo. To'ylar qilay, yayrasin, kulsin, davrim keldi, rohatim ko'rsin. 100 yoshda ham yonimda bo'lsin, dadamga dard bermagin Xudo deb hamisha sog' omon bo'lishingizni istab, ajoyib tabrik xatlarini yakunlabdilar o'g'illaringiz. Rahmat. Ularga uzoq umr, basaodat ishlariga baraka bersin, topganiga ham baraka bersin, umri uzoq bo'lib qo'shga qarayursin, hammasi ham omadini bersin Xudo. Tanjon sog'ib yursin. Hammasi o'g'illarini ham, qizlarini ham hammasini omadini bersin Xudo. Baxtini bersin. Qo'shgan yo'li bilan qo'shga qarib baxtli bo'lsin hammasi. Ilohim, duolaringiz ijobat bo'lsin. Albatta bugungi barcha farzandlaringizning erishgan yutuqlari ortida sizni, ahli ayolingizning mehnatlaringiz yotibdi. Alloh mana shu mehnatlaringizni ajr savobini ziyoda qilsin otajon. O'zingizni ehtiyot qiling. Farzandlarni bori, jonu jahon o'zingizsizlar. Ilohim, har doim shunday yaxshi kunlarda siz bilan ko'p diydorlashaylik. Omon bo'ling. Rahmat sizga, ishingizga, kasbingizga, topgan tutganingizga, umringizga Xudo bersin. Turmushga chiqqan bo'lsa, qo'shgan yo'lingizga qo'shga qarab yuring, baxtli taxti bo'lib, o'zlaringizdan ko'payib yuringlar. Xudo omadlaringizni bersin sizlarga ham. Turmushga chiqmaganimizda Xudo yaxshi joydan kiyimlar ato etsin. Rahmat. Xudo omadingizni bersin. Xonadoningizga tinchlik bersin. Ilohim. Umringiz ziyoda bo'lsin. Birga bo'lsin otajon, ezgu tilaklaringiz. Boringizga shukr. Chiroyli duolar bilan bizni ham siyladingiz. Alloh sizni sevintirsin oxirigacha. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat sizga qizim. Rahmat, omon. Xudo omadingizni bersin. Yashang. Rahmat. Birga bo'lsin tilaklaringiz. Sog' salomat bo'ling. Amazon.com taqdim etadi. Bu dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni
bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, g'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, g'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Sababim dadam, iziz qibla tarafim dadam. Siz tufayli bor mening nomim, sha'nim o'zim, sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, qalb so'zimda tor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Ey omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, qalb so'zimda tor bo'ling dadam. Ey baxtim uchun bor bo'ling dada. Tug'imda suyanganimsiz, yer qoqilsam kuyunganimsiz. O'zingiz och qolganda ham o'zi yemay ilinganimsiz. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada,